Xalq ogoh bo'l. Ushbu soliqlar 2027-yildan majburiy undiriladi. Azizlar, videorolikni oxirigacha tomosha qiling va boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. 2027-yil 1-yanvardan boshlab san'atkorlardan daromad solig'i majburiy tartibda undiriladi. Bu haqda bugun 1-aprel kuni Toshkent shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev ma'lum qildi. Mubin Mirzayevning aytishicha, ayni paytda O'zbekistonda san'atkorlardan soliq undirish mexanizmi ishlab chiqilmoqda. San'atkorlar, qo'shiqchilar amaldagi tartib bo'yicha deklaratsiya to'ldirishi va o'z daromadlarini ko'rsatishi kerak. Shu asosda soliqqa tortilishi lozim. Tan olish kerakki, juda ko'p san'atkorlar bunga rioya qilmayapti. O'z daromadlarini to'liq deklaratsiyalamayapti. Shu sabab ulardan soliq undirilmayapti. Hozir xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish doirasida qaror loyihasini tayyorlayapmiz. Biz san'atkorlarga 2025 va 2026-yillarda daromadlar deklaratsiyasini to'g'irlab topshirish bo'yicha imkoniyat beramiz. Ya'ni kamchiliklari bo'lsa ko'rsatib to'g'irlashga yordamlashyapmiz. 2027-yil 1-yanvardan boshlab agar ular o'z daromadlarini to'liq ko'rsatmasa yoki soliqlardan qochsa, biz soliq nazorati tekshiruvlari o'tkazib, soliqlarni hisoblaymiz va undiramiz, deydi qo'mita mas'uli. Mubin Mirzayevning aytishicha, O'zbekistonda 18 million nafardan ortiq jismoniy shaxslar daromadga ega va ularning barchasi soliq to'lashi kerak, deyilgan xabarda.